O'sha kuni to'g'ri nasibasiz edi. Siz uyda shu uyda ketaveringizda qanday bo'ldi? Qo'shni oldida biz jabr tortdik. Qo'shnilar qadar sizlar da javob topdingizlar. Qo'shni orqali biz jabr tortdik. Ashlar tomondan, non tomondan o'rtamizda Svetidan anaqasi bor ekan. Problemasi bor ekan. Ashundan o't chiqib elektrga bitta chorni aytsa u murojaat qilib Pazarda kecha keldi. Sizlar o'sha kuni to'ydingizmi? To'y yetib keldi, yetib kelganimiz bilan to'ydik. Bu tomondan to'y hamma qurib oldi. Biz emas, mana orqa tomondagi 3 ta uy ketdi. Bu bitta bizniki emas, shu uy orqali bu yerda 3 ta uy, bu yerda bizniki yana yon boshida bitta bolani qo'lini aytib kirmadim. Yuragim ketadi. Kecha bilan qo'lni shu musul tashib qancha bo'lmali uyimiz? Bittala uy bilan. Hammasi bitgan uy. Ya'ni 6 bilan 10 koridori bilan 8 uydan 8 bo'lma olganda. Pochta ulisadan olamiz-da, Volgogradskiyda. Bunaqa uy remont qilyapti, bir soat 6larda tutunni ko'rib qoldi. Undan yana ikkinchi uyga chiqsak, shu yerda mana burchdan yonayotgan. Pojarniga odamlar уже to'xtalib, qiyqirishni boshladi, pojarniga telefon chaldi. Pojarnik kichkina bir yarim soatdan keyin keldi. Biroq narxi ulisaga уже kelgan ekan-da. Endi biz hech qila olganimiz yo'q. Bu yoq polni ko'p jon turgan ekan, kirolganimiz yo'q. Endi qo'ldan kelgancha mana qo'shnilarni ichine buyum-suyumlarini tashib olib chiqdik sirtqa. Ana pojarni bir 20 minut yarim soatda keldi, biroq bu yoq polni kirishalar уже joni bitdi edi-da. Joni bitgandan keyin ham kirib ichine bu yoqda ochib jo'llardi. Bu yoqda tunuka listlarni olib, bu yoqqa tashlab shunday ish berdik qilib, sham bo'lib qoldi. Pojarnilar ishlankalarni u yoqqa bu yoqqa olib. Mana uy rosa yonayotgan ekan. Keyin narxi uyga o'tdik. Narxi uyga ham yordam berish shu yerda yuzida yordam berib, u qilib, bu qilib. Bundan chiqib biz ham bilmaymiz nima bo'lgan. Hadi zamikani deb eshitdim. Mana shu uydan chiqib turib, mana men orqada uy 6 ta uy yonib ketdi. Narxi uy Birinchidan xalqqa rahmat, hukumatga rahmat. Xalq, hukumat bo'lmaganda bundan battar bo'lishi mumkin. Ishchilar keldi, pojarniya keldi, xalq keldi. O'chirib to'xtatib qoldi, bo'lsa darish ketardi yana. Ketib hamma bundan battar bo'lardi. Yo'q keldi, o'chirildi, hamma joy-joyiga tushdi. Ashkunlar biz so'ramadik, boshqa qilmadi, shunga ham rahmat. MCS keldi, mana palkalarni qo'ydi, svetlarni tushirib berdi. Qo'ldan kelgancha ular ham yordam berdi. Tezda kelinglar, uyimiz qo'shnilarga o't ketdi deb. Chiqqanimiz уже pojarni chiqishdi. Biz mashinada uchlik ko'rdi, yetib keldik. Kelsak, men qo'shniga ketayotgan ekan. Bizga o'tmabdi, urgib qolamiz dedim. Qo'shniga kirdim, o'qildim, o'zimizga kirdim, bittasi qolib qolmagan bo'lsin deb. Yo'q, ungacha bizga o'tib ketdi. Men shipir emas, men tunuka yomon ekanda. Tunukan tayini ilon singa ketaverar ekan. Shifr bo'lsa sindirsiz tevechib ketar ekan, to'xtar ekan. Shifr bo'lganda bunchalik kuymasdi odamlar. Tunukani uni shurupga qatirganimizmi Samarezga, tortsangiz ham chiqmaydi ekanmi? Yo, yirtilmaydi ekan, pojarnilar demoqi bor ekan, tortamiz, u shaybalar har bitta yarim metrli shayba bor, Samarez o'zimizda.
yov qo'yib olmaydi ekanmi? Ashuna qilib ketib qolibdi. Oxiridan keyin qarasam motorman ketyapti. Narigi tomon to'xtatishdi. Maqqa ketdi deb maqqa to'g'ishdi. Shu paytda top keldik. Odamlarda o'zimda bitta bor edi. Shu paytlarni tomni ochma burchi, eng asha to'xtatib. Katta kuchli o'tdi, pojarni o'chirdi, bu yerda qolganini elib chelik bilan o'chirib. Olmasa to'xtatib qo'ymani arada yaxshi suv bor ekan, polmaslardan qilib. Alloh rahmat elga mana shu don qolmadi. Hammasi bu qayerlarniki bilmayman, bir mingta odam dedim nazarim. Uydan juda ham chelikda men eng haligacha olib ketishyapti cheliklarni. Chelik bu jami bormi olib kelib shu jardan berib, pojarnilar u yerda 3-4tasi bor ekan, o'chirib, o'shib bo'lmoqda. Biz ham turib ana страховка qilamiz dedi. Ya'ni tutmoqda bizga. Бұл бойынша 8 август күні кешкі саат 5-тен 16 минут өткенде білдіру түшкен. Өрт болған жер бұл Моминов көшесінің барак тибіндегі 6 үй. Өрттің натижасында үйлер толығыменен күйіп кетті. Өрт өчірүүгө 6 отделение бізден шықты. Өрт өчірүүгө. Ошондой эле электросеттен bir бригада, горгаздан жана милиция кызматкерлери жардамга келди. Өрттөн жалпы аянды өрттөлгөн жери 2500 чарчы метр өтүп. Өрт 18:22-де чектөөгө алынып, саат 8-де толугу менен өчүрүлдү. Азыр келтирилген чыгымдарды чыгуу себебин аныкталышты. Ал жерде өрттөн жабыркаган адамдарга 4 чатыр 40 орунду орнотулду, убактылуу жана электр жарыгы менен кошо. Убактылуу.